Nimaga yetamdan beri po'xt ishini qilyapmiz? Ha, bo'xt ishidan boshqa narsaga yaramagandan keyin qilasanlar-da. Qilmaymiz, jonimga tegdi. Sassiq bo'lsa ham qilasanlar. Qishda istib o'tirishni bilasanlar sandalda, hamang. Aka, bu tez qilib tashlaylik. Akalar, singlimizlarni xafa qilishdi. Yana ulgurmading. Nuqul bizlardan oldi o'rtashaveradi. Hadi solishga. Ashit kayfda ana. Dadajon tort pishirdim. Ona qizim, rosa shirin tort pishiribdi. Akalaringni ko'rmading? Yeb ko'ring, ko'rmadim. Rosa shirin ekan, o'zing yever, akalang qayda-ku? Yeng dedim. Ona qizim erkaliging yoqmaydi-da. Loydan ham shirin chiqargan tort 3 kundan beri loy yeyapman. Oshmasin. Nima uchun men qilishim kerak? Sen ishing bo'lgan aka, o'zing tozalasan-da. Bu solishga emas. Kim qildi unda? Opa, choshimni o'rib qo'y. Opa, aka bo'ladi. Aka, chochimni o'rib qo'y. Yasabimga tegma, nima qiz bola ko'ryapsanmi? Bor o'rtalaringni o'yna. Tur yoqqa. Rahmat opa. Arzimaydi. Opa? Haydaymi? Miyani qattig'ini chiqarma, ma'rib, qaytar dunyo ko'rasan hozir. Opa. Oltiga yuring, oltiga. Oltiga? Qala yedingmi sen ham? Yashavar o'lim. Ya, Shahlobek, sen qayda urganding bu o'yinda? Yo'q, sen urganmagansan, ma'qut. Senga mana shu yaramasdan o'rgatgan senga qo'rlar.